Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Sizlarga bugun navbatdagi ajoyib Urganch shahrimizning zo'r to'chasida joylashgan kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Narxini alohida aytib o'taman. Narx ham bahasi ham ajoyib bahada, shikalant bahada aziz yurtdoshlar. Birinchi bahasini aytganimiz sababi bor. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Narxini ham yozib qoldiramiz. Urganch shahrimizni Toshkent stansiyasining yonida toza tiklangan 7 qavatli shu 7 etajli toza domning 4-etajida 2 xonali 71 kvadrat metr ega bo'lgan kvartirani ko'rib chiqamiz. Pat ключ tayyor holatda. Sizdan boshqa bir like olsun. Bizlarni ko'rib kuzatib boravering. Tayyor liftini ham ega, zamonaviy. Yana plashatkalarni ham ega, zo'r narxda aziz yurtdoshlar. Yana aziz obunachilar, toza liftlar ham qo'yilgan. Mana ishlab turibdi. Qadrli yurtdoshlar. Zamonaviy lift, zamonaviy yangi domda joylashgan. Bahasi ham bir ajoyib shikalant bahada azizlar. Xudo xolasangiz ko'rib chiqamiz. Aziz obunachilar, 4-etajdan chiqib keldik. Yana ishi ko'rib turgan kvartira sotuvga chiqdi. Xudo xolasangiz yana bismillah deb girib obzorni yetkazib danishib beraman. Girgan yerimiz koridor ham keng aziz yurtdoshlar. Bilasiz, domlarning koridori keng bo'ladi. Oyoq terar laminat pol, 100% laminat pol azizlar. Oboydan chiqqan, eng. Oboylar ham yarki oboydan. Chiroyli, sifatli yarki oboydan. O'ng tarafga qarasangiz, mana avtomat kulchatlar qo'yilgan, eshiklar, demir eshik, chan tarafi MDF qilingan, chiroyli qilib, mustahkamlik ham yaxshi. Patolog figura berib ishlangan azizlar, eng. Eshiklar korona nalishniklarni ko'ringlar. Tayyor holatda. Azizlar, MDF eshiklardan korona nalishniklar ham bor. Chap tarafimizda girgandan keyin shuning zalini seni qarshi oladi. Zalni eni bo'yam kengina aziz yurtdoshlar, qarang. Bemalol yana stolni ham tayyorlatib qo'ydilar. Bu 20 odamni sig'dirsa bo'ladi bemalol. To'y tomoshada. Oboylardan chiqqan, lyustram chiroylisidan qilingan figura berilgan patologlar oboy ham zalot tushadan ajoyib chiroyli oboylardan qilingan. Konditsioner bor, televizor bor, yana jalyuzi pardalar ham qilingan, batareyalar ham yaxshi qizdiradigan sifatli batareyalardan qilib qo'ydilar. Aziz obunachilar, e'tibor beringlar. Bir narsani aytib o'taman. Bu kvartiramiz narsalari bilan sotiladi. Aziz yurtdoshlar, ko'rib turgan konditsioneringiz, jalyuzi parda, televizor, hamma narsasi shu narxning ichida qoladi. Narxini video davomida yozib qoldiramiz, aytib o'tamiz. Eng azizlar. Zalni ko'rib chiqdik sizlar bilan obzor qilib, bu tarafimizga yuradigan bo'lsak, chap tarafda oshxona joylashgan aziz obunachilar. Ayollarimiz uchun bejirim, shinamgina oshxonaning girish qismi hamma 100% laminat pol. Oyoq telari men bu oboydan chiqqan azizlar, eng oshxona. Oliston bor, ishlab turibdi. Ne deydi bu? Kuxonniy garnitur, hamma narsa qoladi aziz yurtdoshlar. Unda stenni zamonaviy kotyoldan stabilizatori bor, reduktorlari bor. Beram tochga tushganda gaz sho'chki ham tayyor holatda turibdi azizlar. Ne deydi? Jalyuzi pardacha qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Fartuqlar qilingan aziz yurtdoshlar, kuxni ham bir ajoyib qulay qilib remontdan chiqqan. Kuxniyani ko'rsatib o'tdik. Bu tarafga chiqqan bo'lsak, sanuzel. Ya'ni hojatxona, bani, vanna hammasi tayyor holatda. Unitaz, vannalar qo'yilgan, 100% kafildan chiqqan. Kafil ham Versace kafildan aziz yurtdoshlar, prostoy kafil emas. Bilgan biladi, buni sifatli, qimmat kafillardan qilingan. Rakvina tayyor. Eshiklar ham plastik akfa eshiklardan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerdan bir tochga batareya tashab o'tilgan. Bu tarafimizga yuradigan bo'lsak, bu tarafimizda yotoqxona, ya'ni spalni komnata bo'ladi. Ikkinchi xonamiz ham eshiklari aytganimizdek MDF eshiklardan qilingan. Va oboydan chiqqan aziz obunachilar. Oynalar deshanakaran, jalyuzi pardalar qilingan, tayyor holatda. Oyoq telari 100% laminat pol. Bunam eni bo'yi kichkina emas azizlar, e'tibor beringlar. Eni bo'yi ham normalniy yosh oilaga dim chiroyli bo'lib turibdi. Ko'pincha
Əzizə, sizə bilan birgalikda şu 2 xonali 4-qavatda joylashgan kvartirani obzor qilib chiqdik. Manzillarni ham ko'rsatib o'tdik. Urganch shahrimizda toza Oxunbo mechiti, ya'ni Oxunbo mechitining ro'parasida joylashgan. Narxina keladigan bo'lsak, narxi 550 million so'm. Ustunda kelishadi. Jihozlari bilan yurtdoshlar, shu ko'rganlaringiz televizor, konditsioner, spalni divan, shkaf, xullas kuxonlik garnitur hamma narsasi bilan faqat kiyimlarni olib chiqib ketadilar. Tayyor, pod ключ holatda kvartirani ko'rsatib o'tdik. 550 million narxi ajoyib narxda. Aziza, hozir toza domlarni korobkani kvadrat metri 7 milliondan bo'lib ketdi aziz yurtdoshlar. Shuning uchun foydalanib shoshilib qolinglar, zudlik bilan sotiladi. Ustunda kelishimi bor. Barter obmen degan variantlar yo'q. Ikkilamchiga chiqmaydi, hali 3 yil bo'lmagan. Faqat naqd pul sotiladi azizlar. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib savdolashib, kelishib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Niyat etganlar bo'lsa, bir dona like-ni bosib, bu videorolikimizni hammaga tarqatib yuborib qo'ying. Ayniqsa, arzon kvartira izlab yaqinlaringizga tarqatib yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sizlar ham agar bizlar bilan uyingizni tez va oson sotmoqchi bo'lsangiz, sotolmay o'tirgan bo'lsangiz, bizlarga telefon qiling. Bizlar sizlarga uyingizni sotishda yaqindan yordam beramiz, reklama etib beramiz, o'zlarimiz sotib beramiz xohlasangiz. Bizada 4 kanal faoliyat yurittirdi. 2 YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. YouTube'dan tashqari. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarımızda görüşguncha omon bo'ling.